ham odamlar yashamayapti. Umuman yashamayapti. Qanaqadir go'ngida yashayapmiz. Odamlar umuman baxtli yo'q. Faqat soxta baxt, kredit, kerak emas kreditlar, kerak emas bitovoy narsalar, hammani pokazuvchi uchun yashayapti. Umuman baxt yo'q. Oldin qo'llarimizga boradi, haftalab qolib ketadi. Telefon qilishardi, "O'zing uying bormi, kelasan?" Hozir yotib qolma, xabar olishga kelmayapti odamlar bir-biridan. Hamma nimadir orqasidan puldagan, soxta baxt, qanaqadir go'ngki, bir-biridan o'tib, bir-biridan zo'r bo'ling, anundan yaxshiroq yashaying, qimmat kiyim oling. Nima yetmayapti? Ochib uxlamayapmiz. Kiyimimiz bor. Yetishmovchi. Nima yetmayapti? Hamma narsa bor, lekin yashashni unutib qo'yapti. Oqibat yig'ilishlar yo'q. Qarindoshlar bilan yig'ilishashliklar qilishlar yo'q. Qo'ni qo'shni bilan oqibati yo'q. Salomlashmaydi, keladi kirib ketadi, to'xtaydi kirib ketadi. Yonidagi qo'shnisi kimligini bilmaydi, kim ko'chib kelganini bilmaydi, qo'shnisi kasalligini bilmaydi. Odamlar yashashni unutib qo'yapti. مراکش نیز خون افشاد ز دست آن کمان